shiftlardan baqirdim, taxtalarim yorilib ochilib ketdi. Ularni ham berkitib bo'yading. Mening baqirganlarimga quloq solmading. Oxiri mana bu ish bo'ldi. Bola chaqang ostimda qoldi. Ahmoq do'stim, ayb sendadir. Boshini berkitgan tuya qushga o'xshab g'aflat ichida yotganingdadir. Izoh va o'git. Ey haq yo'lchisi, Mavlono hazratlarining ibratlar xazinasi bo'lgan bu hikoyasiga quloq sol. Bu hikoyada qanday ibrat darslari bor? Unda ham oila boshlig'iga, ham davlat rahbariga o'git bor. Oila boshlig'i avlodlaridan axloq odobga, din iymonga xilos so'zlar eshitdimi, darhol chorasini ko'rish kerak. Bu hikoyadagi ahmoq odam kabi ahvolga tushmaslik zarur. Yo'qsa, o'g'lingning tayog'i bilan uyg'onasan, sening ham uying boshingga qulab tushadi. Bolalarga ovqat bilan moddiy quvvat berilgani kabi, ma'naviy oziqasini ham har kuni o'z vaqtida berib turish kerak. Boshlang'ich sinfni tugatsin, o'rta maktabni bitirsin deb vaqt o'taversa, tizzangga urib qolasan, qiyomat kuning kelib qoladi. Hazrat Vafoning bu kitobdagi hikoyasini o'qi. Uning kabi darhol aniqla, yo'qsa ham avlodingning qotili bo'lasan, ham bu dunyoda azob chekasan, ham oxiratda jahannam alangasida poklanasan. Bularni yaxshilab tushun. Tahlikali ovozlarga quloq sol. Davlat rahbarlari bir millatning vatan binosining buzilmasligi uchun tashvishli, tahlikali ovozlarga quloq solmoqliklari zarurdir. Bularga quloq solinmasa va ahamiyat berilmasa, bir kun vatan binosi boshlariga qulaydi, o'zlari ham, avlodlari ham qutula olmaydilar. Vatan ham juda katta zarar ko'radi. Hazrat Mavlononing ushbu ibrat xazinasi bo'lgan hikoyasida shunday haqiqatlar bor. Bularni jamoatga anglatgan xotib va voiz qarindoshlarim o'z sharoitlariga qarab xulosa chiqarsinlar. 158-hikoya. Yo Rasululloh, meni pok etgin. Moiz ibn Malik radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, halok bo'ldim, meni qutqaring" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Afsus, bor, Allohga tavba va istig'for et, Allohdan mag'firat tila" deb buyurdilar. Moiz ibn Malik radhiyallohu anhu ketdi. Ko'p vaqt o'tmay yana qaytib keldi. U nihoyatda bezovta, sarosimali bir ahvolda, "Yo Rasululloh, haddi shar'iyni tatbiq etib, meni gunohimdan forig' qiling" deya yolvordi. Payg'ambar alayhisalom, "Bor, Allohga tavba qil va mag'firat tila" deya buyurdilar. Bu hol 3 marta qaytarildi. Malik o'z uyida tura olmas, payg'ambar alayhisalomdan poklab qo'yishini so'rab yolvorar edi. 4-safar u yana kelib, "Yo Rasululloh, meni gunohimdan forig' eting" deganda, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, "Aybing nima? Qanday aybdan seni pokiza etishim zarur" dedilar. "Aybim zino, halok bo'ldim" javob berdi u. Buni eshitib payg'ambar alayhisalom u yerda hozir bo'lgan shohidlardan "Bu odamda yolg'onchilik xususiyati bormi?" deb so'radilar. Ular "Yolg'onchilik unda yo'q" dedilar. Payg'ambar alayhisalom "U holda sarxushmi?" deb so'ragandilar. U yerdagilardan biri o'rnidan turib, "Yo'q, Moiz sarxush emas" dedi. Payg'ambar alayhisalom Moizdan so'radilar, "Zino qildingmi?" Moiz javob berdi, "Ha, zino qildim, halok bo'ldim." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni qamab qo'ying deb buyurdilar. Uni qamadilar. 1-2 kun o'tgach, payg'ambar alayhisalom sahobalariga "Moizni avf eting, chunki u shunday tavba qildiki, uning tavbasini butun ummatga bo'lib berilsa yetib ortar edi" deb buyurdilar. Izoh va o'git. Bu hikoyada iymon mezoni bordir. Uli odamda shunday bir iymon borki, nafsi yo'l qo'ygan gunohidan azob chekib, balki hayotini qiyinchilikka solib, bir shar'iy jazosini tortib, bu foniy dunyoda poklanishni istaydi. Uni bunday qilgan iymondir. Alloh rasulining unga marhamat qilib, "Bor, tavba qil" deb takror aytishiga qaramay, baribir shar'iy jazo olishdan voz kechmaydi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam koinotga rahmat uchun kelgan, undan marhamatliroq kimsa bo'lmaydi. Moiz shunday bir iymonli ediki, qilgan aybining jazosini tortib, tozalanish orqali ko'ngli taskin topishi uchun shohidlar huzurida o'z aybini e'tirof etdi. Alloh amri bajarilishi uchun Rasul akram sallallohu alayhi va sallam unga shar'iy jazo berishni buyurdilar va Alloh amrini tatbiq etdilar. Bu ham Alloh adolatidandir. Demak, butun iymon sohibi bo'lgan mu'min hech gunoh qilmaydi. Allohning hamma vaqt ko'rib turishi va bilishiga inongan mu'min hech gunoh ish qiladimi? Birovlarning or-nomusiga yomon nazar va yovuz niyat ila qaraydimi? Albatta qaramaydi. Shuning uchun buyuklarimiz iymon insonni insongina emas, balki insonni sulton qiladi deganlar. Insonlar iymoni ila insondirlar. Iymonsizlar vahshiy bir jonivordirlar. 159-hikoya. Ayol va gunohni yuvish. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan suhbat qurib o'tirganlarida bir xotin kelib, "Yo Rasululloh, meni gunohdan forig' qiling" dedi.
Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bor Allohga tavba qil va Allohdan kechirishini tila dedilar. Ayol meni pok eting, diniy jazo olishni istayman deb yolvordi. Rasul akram alayhissalom tavba qilishni buyurdi. Ayol biroz nari ketdi va qaytib kelib, "Ya Rasululloh, menga ham moizga o'xshab diniy jazo berishni xohlamayapsiz" deb xafa bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, "Nima ayb qilgansan?" dedilar. "Aybim zino, zinodan homiladorman" dedi ayol. "Sen zinodan homiladormisan?" yana so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ayol, "Ha Rasululloh" dedi. Payg'ambar alayhisalom bola tug'ilguncha kut deb buyurdilar. Ayol ketdi. Bir muncha muddat o'tib bolani ko'tarib keldi. Rasul akram alayhissalom bor bola katta bo'lgunicha emas, shu paytgacha kutgin dedilar. Ayol ketdi. Yana bir qancha muddat o'tib ayol keldi. Qo'lidagi bola non yer edi. Ayol, "Ya Rasululloh, mana bola katta bo'lib qoldi. Ovqatni ham o'zi yeydi" dedi. Payg'ambar alayhisalom bolani tarbiyalash uchun musulmonlardan biriga berdilar. Ayolni esa qamashga buyurdilar. Ayol qamoqda ekanligida Xolid bin Valid otgan bir tosh ayolga tegib yuzi qonga bo'yaldi. Xolid xotinni koyidi. Shunda Rasul akram, "Esingni yig', yo Xolid." Ayol shunday tavba qildiki, u mag'firat bo'ldi dedilar. Izoh va o'git. Ey dinini sevgan musulmon, ko'rib turibsizki, ayolning aybini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi, ko'rmagan ham. Ammo ayol o'zining iymoni ul ayb bilan qolishini istamaydi. Bunday odamlar diniy jazo olib poklanishni istaydirlar. O'limni dunyo hayotidan afzal ko'radilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafqat va marhamati ularni himoya qilmoqchi bo'lganiga qaramay, ayblari uchun diniy jazolanishini istab, o'zlariga tomon ochilgan marhamat va mehr shafqat eshiklarini berkitdilar. Barcha bu xohishlar butun iymon natijasi o'laroq vijdoniy rohatga erishish uchun hayotlarini xavf ostiga qo'yib, bu foniy dunyoda ul ayblardan poklanib oxiratga pok holda borish uchundir. Iymon deb mana shuni aytadilar. Jannat shunday baxtiyorlarning, gunohdan saqlanganlarning joyidir. 160-hikoya, Yarmuq jangi va Hazrati Huzayfa. So'nggi nafasida ham mo'min qaridoshlarini tushundi. Ashabi kiromning buyuklaridan Hazrati Huzayfa radhiyallohu anhu shohid bo'lgani, shu voqeani shaxsan o'zi aytib bergan. Yarmuq harbida bo'lganimda jangdan keyin muhoraba maydonida anchagina jasadlar o'zlarining qonlari ila kafanlanib, qizigan qumlar ustida yotardilar. Bu shahidlar orasidan amakimning o'g'lini istay boshladim. Ancha qidirganimdan keyin yaradorlar orasidan amakimning o'g'lini yaralangan bir ahvolda topdim. Yonimdagi meshchadan unga suv bermoqchi bo'ldim. Endi unga suv ichirmoqchi edim. Undan nariroqda yotgan yarador suv deb baqirdi. Amakimning o'g'li Haris suv ichmadi, unga ber deb ishorat qildi. Darhol ul yarador oldiga bordim. Bu yarador Iqrimo edi. Meshchani endi uning og'ziga tutgan edim, shu payt boshqa birov "Suv, Alloh haqqi suv" deb ingradi. Iqrimo ham suv ichmadi, unga olib bor deb ishorat qildi. Suvni olib ul yaradorning yoniga bordim. Borsam ul yarador shahodat sharbatini ichib tur, shahid bo'lib tur. Yana qaytib Iqrimoning yoniga keldim. Suvni unga tutdim. Afsus, u ham so'nggi nafasini chiqardi, shahid bo'ldi. Shoshilib amakimning o'g'li oldiga bordim. Qanday taqdirki, u ham shahodat sharbatini ichib shahid bo'lgan edi. Hazrati Huzayfa radhiyallohu anhu, hayotimda hech voqea munchalik meni to'lqinlantirmagan edi. Bu shahidlar orasida qarindoshlik kabi bir yaqinlik rishtalari ila bog'lanish bo'lmasa-da, ularning so'nggi nafaslarigacha bir-birlariga bunchalik mehr shafqat tuyg'ulari mavjudligiga hayratlanaman dedi. Izoh va o'git. Haqiqiy musulmon hayoti malaklarning hayotidek sof va pokizadir. Haqiqiy musulmon hammaga foydasi tegadigan musulmondir. O'zi yaxshi ko'rgan narsani boshqa odam uchun ham lozim ko'rish din mezoni erur. Tarix shunday qahramonliklar ila to'ladir. Iymoni bor odam eng buyuk qahramondir.